Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Biz yana huzuringizga davomliq Angliyaning poytaxti Londonda yechilayotgan Uyg'ur sud kollegiyasining 2-kunlik programmasini bag'ishlayapmiz. Unda bo'lsa Mehmetjon. Muhtaram ko'ruvchilar, ekranimizga qayta xush keldinglar. Tövende biz bugün berilgan guvohliklardagi muhim nuqtalarni xulosalab huzuringizga sunamiz. Undaqda Alim efendim siz oldi bilan 3-dan keyin guvohlik bergan bir qism guvohchilarni bir tanishtirib o'tgandan keyin ularninki guvohlikdagi nuqtalarni bir sharhlab o'tgan bo'lsangiz, masalan professor John Parker va Yona Diamond qatorliqlarninki dokladidagi muhim nuqtalarni xulosalab o'tgan bo'lsangiz. Bo'ldi Mehmetjon efendi. Oldi bilan albatta bu qitim bugün tushdan keyin yani isbot bergan ikki qonun mutaxassis bo'lsa, shu Kanadadagi Ottawa Universitetining qonun professori John Parker efendi bilan yana Kanadadagi Royal Wallenberg Kişilik Hukuk Merkezi'nin advokati Yona Diamond ikisi birlikte isbot bergan bo'ldi. Bular asosan isbot berishga sababi bular yani Uyg'ur erkiy qirg'inchiligi degan dokladda mushil yezib e'lon qilgan bularning. Buning ta'siri nihoyat kuchli bo'lgan. Bularning e'lon qilgan bu dokladida yani Xitoy hukumati mushu xalqaro erkiy qirg'inchilik aktnomasining bir emas, balki 5 ash elementning hammasini daxli tarif qilayotganligi. Yani bularning qo'lga erishgan paketlar o'tir qo'ygan, yani Xitoy hukumatining Uyg'urlarga elib berayotgan rangarang mushu har xil siyosatlari va bostirishlarning naq mushuning kirganligini isbotlab chiqargandi. Amaliyotda bu xalqaro erkiy qirg'inchilik kengashida 5 elementning birlam aniqlansa bu erkiy qirg'inchilik bo'lib hisoblanadi. Biz o'tgan qitim 6-oyda degan chaqda bir qur tushuntirib o'tdik. Bugun shunda bizmi ko'rganlarimizning bir samiga bu xalqaro erkiy qirg'inchilik aktinomasida qandaq jinoyatlar yoki davlat ilib borgan harakatlar bu erkiy qirg'inchilik kirganligini bir qisqacha sharhlab o'tdi. Birinchisi bo'lsa yana bir guruhning a'zolarini o'ldirish. Yani ularning jiniga zomin bo'lish. Ikkinchisi yana shu guruhning a'zolariga jismoniy va psixologiyalik zarba berish. Ziyon yetkazish degandek. Üçüncüsü yani bir grupning bu dünyada qisman yoki butkul yo'qolishning mushundaq sharoitlarni yaratib chiqarish, yashash sharoitini. Yani bu grupni qistab bir tamga birib asta-asta ochiqib atmasmi o'ltamizmi, oxiri shularning yo'qolishini keltirib chiqarishdir. Bu to'rtinchisi bo'lsa, yana shu grupninki shu tug'ilish nisbatini azaytish yoki uning nopusni maqsadlik holda bir tedbirler bilen azaytish. Azaytilgan tedbirlerini qo'llanish. Şu, bu to'rtinchisi, beshinchisi bo'lsa, bu guruhning farzandlarining bolalarni yana bir guruhga majburiy topshirib berish. Shunga bu 5 element, bu ya'ni erkiy qirg'inchilikka tabi 5 element. Bu 5 elementning xohlagan birisi aniqlansa, ya'ni ma'lum bir hukumat mushuni ilib borsa, shu hukumat erkiy qirg'inchilik qilayotgan bo'ladi. Albatta bu yozilmoqda o'tgan qitim tushundiganlikni ayt oddiydak ma guruhdagi bolalarni guruhga xabar berish degandek. Ammo qonuniy jihatda buni endi isbotlashdan sirt xalqaroni qoyil qilish. Ham xalqaroning oxirgi hisobda Xitoy hukumati naq mushunda qilibdi deb, ya'ni Xitoy hukumati erkiy qirg'inchilik qildi degan bu qarorni chiqarish bu albatta nihoyat mushkul bir qonuniy jarayon. Bugun hamda bu ikki qonuniy mutaxassis John Parker bilan Yona Diamond bugünkü bu sotda yani özünün dokladida nima uchun Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarshi erkiy qirg'inchilik elib beryapti deganni nihoyat aniq dalil, isbot, paket va qonuniy tushuntirishlar bilan o'tirib qo'ygan bo'ldi. Masalan, bularning birinchiligini Xitoy hukumatining hujjatlarida. Gerçi bir yerda sotda bulardan so'rganda, bu yerda Xitoyning raisi, davlat rahbarlari yoki Uyg'urlarga qarshi biz Uyg'urlarni yo'qitimiz, Uyg'urlarga qarshi erkiy qirg'inchilik ilib barmiz, bularni yıldızdan qumurmiz degandek bunday narsalarni demagan bo'lsa-mu va yoki ularning hujjatlarida hukumatni bunday gaplar bo'lmasa-mu, ammo Xitoy hukumatining nurg'un hujjatlarida shu Uyg'ur millatini qanday qilish, uningdan sirt nurg'un shu lager shohidlari va guvohchilarning bergan isbotlari. Uni azlab yana Xitoy hukumatining hamda Xitoydagi masalan Uyg'ur rayonidagi masalan sun'iy amra suratlari, lagerlarning suratlari, lagerlarda yotadigan odamning soni qatorliq. Bu yerda eng jiq talash tortish bo'lgani, ularning bergan guvohligida ham advokatlar, so'chlar orasida bo'lgan savol javoblar shunda uzrab 2 soatdek bo'ldi oldi keyini.
Bunun asasen bu yerde hem de bu devletinin mesuliyetini javobgarligini tortish kerakmi yoki shaxsiyning yoki shaxsiy deganimiz ya Xi Jinpingning javobgarligi yoki Chen Quangoning javobgarligi va yoki Xitoy davlatining javobgarligini. Bular degan chog'da bu davlatning javobgarligini tortish kerak. Ya'ni Hitler Germaniyasida masalan 6 million Yahudining o'lishini keltirib chiqargan bo'lsa, u yalnız Hitlerning ham ishi emas. Shu davlatning sistemasi ham Hitlerni qo'llab tuğan, onun etrafındaki generallar olsun, siyasiyonlar olsun, hemisi şu erkek kırgınçılıkka teng şerik bununda. Şununla bulanın oturup koyduğunu bu, yani bu Xitay hükümeti, Xitay devleti bu erkek kırgınçılıkını ilip beriyordu. Doğru, şahslar bununda özgürlük rol oynadı. Chen Quango olsun, Zhou Hailun olsun, kalganlar. Yani ki en mühimi hem de bula talaşta çıkığını specific intent to destroy. Yani abaytında ötüp ketken beşinin biri, yani birisi kısmen yoki butkul şekilde bir milletni cismani cihetten yoktuş. Yoki şu hayat şaraitni, vaziyetni yaratish şu millet yoki şu grupdan. Bular deydi bir yerde in part or in whole, kısmen yoki butkul degani. Bunun da deganda bular mushni isbotlash, yani bir davlatning maqsad muddasi şumu emasmi degani, bu davlatning raislari hükümetten bayanatları bu neslini tapqılı olmaganken onun hareketleri, siyasetleri ve izleri arkalık bunu circumstantial evidence deydi. Şunun arkalık ispatlaş. Yani bularning devatqıda bu yerde bir devlet bo'lishib bilan devlet terrorluk elib beribdi. Bir xalqqa. Albatta bu terrorluk degan ma'lum bir guruhning bir devletga qarshi harakatlar emas, bir devletning bir xalqni yo'qotish harakatlarimi albatta devlet terrorizmning biriga kirdi. Undan keyin Uyg'urlarni asas qilgan yerlik millatlarni milyonlab tutib solash. Uyg'urlarning o'zining milliy, diniy, tarixiy urf-odatlarini ularga bostirishdan sirt ham uni yo'qotish. Ya'ni ma avloddan yana bir avlodga o'tishning oldini olish kerak. Anan keyin bularning tutib turgan lagerlarga ilib ketgan, masalan, Uyg'urlar asosan 18 yoshdan 45 yoshgacha. Bu har qanday bir davlatda, har qanday bir davlatda masalan bo'lgan en şu devletin devlet turadigan, şu devletin tüvrigi, şu devletin iqtisodiy kuchi bular. Bu insanlar bo'lmasa albatta u bir devlet, bir millat emas, bir devletmi tik turamaydi bunda vaqtda. Lekin Uyg'urlarni dastlabki Xitoy hukumati keng ko'lamda masalan Ayurvan Zanzapandan 1.8 million deyilgan, qolgan Uyg'ur guruhlar 3 milliongacha deb o'tir qo'ymoqda. Lekin deyotgani bu Xitoy hukumati bo'lib 2018-yili Birleşken Devletler Teşkilatı tunji qitim Xitoy hukumati Uyg'urlarni keng ko'lamda tutib solab bularni jazolayotdi degan bu masala ko'tarilgandan keyin xalqaro jamiyat bunga jiddiy ko'ngil bo'lib, Amerika, Yevropa davlatlari BDT'de bu masalani rasmiy ko'tarib chiqqandan keyin Xitoy hukumati bu xalqaroning besimidan keyin dastlabda inkor qildi. Birinchi qitim bundan narsa yo'q. Bizda bu tutmadik, so'lmadik deydi BDT'da. İkinci qitim battı bundan narsa bu hamda vocational training. Bular kasbiy tarbiyalash maktablar. Biz mayada asabiylik uchirgan dehqonlarga kasb o'rgatyapmiz degan yag'an narsani o'tirib qo'ygan bo'ldi. Bu chaqda ananikin bu Abdumrayonning raisi Sho'kraz Zokir chiqib, shundan keyin bu hozir bu kasbiy maktabga ham o'quvchilar maktab bitadi deganni o'tirib qo'ygan bo'ldi. Ammo shu vaqtda bizning radiomo shuni dalilladi. Ham nurg'un xalqaro teşkilatlarımı, doklatlar yazdı. Hem de bunun qilgani, yani bu Uyg'urlarni amaliyotda bir maktab bitirib, bular bir ish tushgan bir ish yo'q. Normaldagi bir oliy maktab bitirgandek. Bularning bir qismini qo'yib aytgan taqdirmi, Xitoy majburiy emgak silish orqali ya bizning vatan ya ish kirdi masalan. Qolganlarga bo'lsa, shu xalsani, shu nima bilet taqatgandek 5 yil, 10 yil, 20 yil kesib, ularni turmlarga solgan masalanda. Bu narsalarni o'tirib qo'ydi bular. Lekin bularning degani, yani bu ilaqi arbitrary, yani xolisona ilaqi. Mujinda alamda ilaqi udil kelgan. Muhimi bu yerda bu irqiy qirg'inchilikni isbotlaydigan narsa, yana bir elementning biri, hamda shu guruhga yoki shu millat Uyg'urni misol qilsak, uning nopusni, ya'ni tug'ish sonini cheklash. Buning tug'ish sonini cheklashda Dr. Adrian Zenson yana bir cho'ng doktor chiqdi. Albatta Xitoy hujjatlarini asos qilgan Uyg'ur nopusining o'tgan hafta 4,5 million azishi, yani 2040-yilga borganda. Undan sirt yana masalan 2016-yildan beri bo'lib lager siyosati o'tirib qo'ygandan beri Uyg'ur xonim qizlarga keng ko'lamda tug'utning oldini olish operatsiyasi qilish, uzuk selish,
Uyghur farzandlarining, Uyg'urlarning va xonim-qizlarning to'y qilish bo'lib, Uyg'urlar bilan buningki sonini azaytish. Bularning hammasi yig'ib aytganda bu irqiy qirg'inchilikning bir qismi bo'lganligini nihoyatda yaxshi tushunib o'tdi. Tushundirgan bo'ldi. Demak, bu ikki aylan hamda shu hozirgi ikkinchi jarayondagi irqiy qirg'inchilikni qonuniy nuqtadan turib qanday bo'ladi degan nuqtada eng kuchli shaklda sharhlab o'tgan. Va bu eng uzun so'zilgan bir guvohlik bir yig'in bo'ldi deb qaradim men. Chunki bu ishkalan ya'ni professor John Parker olsun yoki Yonna Diamond, ya'ni bu Almas'ta efendim bo'lsin. Bu ishkalan tanlam yaqinda shu 3 yil 3 ya'ni martda e'lon qilingan New Lines institut tarafidan e'lon qilingan Uyg'ur qirg'inchiligi va bu qirg'inchilikdagi Xitoy davlatining mas'uliyati degan dokladning avtorlarininki eng negizlik avtorlarining biri bu. Shuningdek, bular dokladida shu o'zining e'lon qilgan shu dokladidagi ya'ni bayqashlar, ya'ni siz deb o'tdingiz, u bayqashda 1948-yildagi BDT'ning, ya'ni Birleşken Devletler Teşkilatı'nın irqiy qirg'inchilikni oldini olish va uni to'sish ahdnomasining mazmuni bo'yicha 2 moddasi shuningdek 5 element bo'yicha buni baholab chiqqan. Shuni siz degandek nuqtalar bo'yicha sharhlab o'tdi. Bu yerda diqqat qilgan bir nuqta, bu nima deydi desangiz, Xitoy bu ahdnomaga imzo qo'yuvchi davlat bo'lish sifati bilan har qanday bir davlat shunga imzo qo'ygan bo'lsa, shu davlat sifati bilan ma'lum bir guruhga qartilgan yoki ma'lum bir guruhning irqiy qirg'inchilik uchrash yoki ularningki ash moddaning birasining alomatlari ko'ringan aman davlat o'zi mudohala qilib shuning oldini olish, shu guruhni qo'g'dash mas'uliyati bor ekan-ku. Albatta, demak, Xitoy buni hozir Xitoyning davlati hozir bularningki qo'g'dash mas'uliyatiningki albatta uni bir qayrib qo'ygan bek uzun bo'lib ketdi. Ammo bu sistemlashtirib buni hozir bu Uyg'urlarga qarshi Uyg'urlarning yashash sharoitlarini tuvallatish masalan bayan bir muhim bir temani o'tirib qo'ydi. Advokat John Parker, ya'ni professor John Parker, ya'ni qonun bu kishilik huquq professori ekan bu Ottawa universitetininki, bu nuqtada bek yaxshi tadqiqot ilib borgan ekan bu. Deydi, Xitoy deydi, Uyg'urlarning til, din, madaniyat, tarix qatorliq larni yetkizish yo'llarini cheklab qolmay, ularni dastunga olib burun cheklab bo'ldi deydi. Ularningki Uyg'urlarning kimligining negizi bo'lgan masjid, maqbara, xonqalarni vayron qilish orqali Uyg'ur jamiyatiningki bir millat sifatida davom qilish xarakterini yo'qotadi deydi-ku. Bir jamiyatningki mavjud bo'lish xarakteri yo'qolgan vaqtda u jamiyat cho'qim o'ziningki bir etnik to'pluq, bir etnik gavda, bir etnik jamiyat bo'lib turish xosligini yo'qotadi ekan. Bu yo'qolgandan keyin bu demak men ikkinchi moddasidagi ikkinchi moddadagi ya'ni shu bir jamiyatningki deliberately, ya'ni bir jamiyatningki yashash sharoitini ularningki badaniga yoki fiziklik yoki ro'yi jihatdan yoki ma'lum jihatdan yoki qisman jihatdan ziyon yetkazish uchun qasddan ashno yashash sharoitini o'zgartirish moddasiga tushar ekanda, ashno sab turib, demak siz degandek 5 moddaning birisi isbotlangan taqdirdami bu irqiy qirg'inchilik yurgizgan bo'ladi deb nihoyatda chunqur mulohazalarni yurgizdi. Bu yerda bularning tilg'og'ini davlatning muddaosi, davlatningki niyati, davlatning maqsadi. Endi bu yerda yana bir muhim bir nuqtani ta'kidlab o'tdi bular. Bu irqiy qirg'inchilik ma'lum bir shaxs tomonidan ilib berilgan bo'lsa, uni jazoga tortilgan bo'ldi ekanda. Bir davlat tarafidan elib berilgan bo'lsa, uni sudga tortish imkoniyati pek to'g'ri bo'ldi ekan. Ham buning yana bir yo'li deydi, bu ikki qatim yuz bergan deydi. Shu irqiy qirg'inchilikning oldini olish uchun hukumatlar ham shu askar tortib bosib bo'ladi deydi shu. Shunlashgan nurg'un hukumatlar o'zi buni e'tirof qilmaydi, shu irqiy qirg'inchilik degan atalg'ini e'tirof qilmay turib oldi ekan. Buningmi Angliyadan bu şekilde bağlılığı, bu yakında da Angliya parlamenti bunu itiraf qilgan bo'lsa, Angliya hukumatining davlatning itiraf qilganligi. Kanadada bu belatlaşlığa vaqtida çoğu o'zgarmadi, shu parlament belatlaşlar o'tkazdi. Hukumat itiraf qilmadi. Bir itiraf qilgan davlat hozir Amerika. Lekin Amerikaningki davlat majlisi yaqinda shu qarorni chiqardi degan gap bo'layotgan balkim bu qolar. Bularning deyishicha, shunlashqa hukumatlar doim bu irqiy qirg'inchilik atalg'usini mas'uliyatni shu qichib geldik Amerika yoki asla e'tirof qilmaydigan. Chunki bir davlatni irqiy qirg'inchilik jinoyati bilan ayblash bek tas, ularni so'roq ekilish bek tas ishkanda bu. Chunki dunyoda hamda irqiy qirg'inchilikda ortiq bir jinoyat yo'q-ku. Chunki bir davlatning, ya'ni bir davlatni hamda sen irqiy qirg'inchilik jinoyati o'tkazib degan deblam qo'ysa hisob emas, undan qarshi harakat elib berish kerak. Uni jakalagandan keyin uni to'xtatish uchun harakat elib berish kerak. Hamda Xitoy dunyodagi ikkinchi bir cho'ng kuch, ikkinchi bir iqtisod bo'lganligi uchun nurg'un davlatlar
iqtisodiy bağlanışı güçlü ekan manfaatini shuningda olgan ekan. Masalan, tunigan Abdukim İdris deganda, masalan, musulmon dunyosi hammasi deganda Xitoyning pulini deb Uyg'ur erkiy qirg'inchilik masalasi yo ko'zini yumayotdi, yo Xitoynikini qo'llayotdi. Shunga bu diplomatik munosabat ham davlatlar munosabat berib taqashgan ekan, hamda Xitoyning kuchli bir davlat sen bunda quvvatsa demasa, Xitoydan ojiz davlatlar yoki Xitoyga tayinib qolgan davlatlar albatta Xitoyni sen erkiy qirg'inchilik jinoyati o'tkazyapsa dalamaydi. Amerikaning dalalishi shu. Amerikadan boshqa davlatlar chiqib hozir dalamagini. Yani bir shu. Abay siz degandek, ammo bu savol javoblar uzrab ketdi, masalan 1 soatdek. Uningda bu so'zchilarning asosan avans qilgani siz deb o'tib ketganga o'xshash, ya'ni bu deydi birinchisi Jeffrey Nice apandim, John Packer bilan Jonas Diamond. Agar Xitoy hukumati deydi, hozir masalan sizlar dokladinglarda bu Uyg'urlarni maqsadi erkiy qirg'inchilik ilib berish kerak. Chunki sizlarning o'tirib qo'ygan dalil isbotinglar 5 elementning hammasini tushidi deydi. Ammo agar Xitoy hukumati biz Uyg'urlarga qarshi erkiy qirg'inchilik emas, ammo biz boshqa bir maqsadda qildi o'xshash jinoyat o'tkazib, ammo maqsadi boshqa bo'lsa, masalan, maqsadi Uyg'urlarni yo'qotish bo'lmasa, u qonunga tushmamdi deb uni bir so'zlab o'tib ketdi masalan. Degan chaqda ular deydi, hamda bu Xitoy hukumati masalan deydi, bu Xitoy hukumati unda bo'lsa hamma odam hamda erkiy jinoyat o'tkazgan hamma odam, hamma davlat benim maqsadim bu emasdi ati deb qilaveradi o chaqda. Buningdek ortiq bir kulkilik ish bo'lmaydi. Ammo oxir hisobda deydi muhimi bu genocide degan, deydi erkiy qirg'inchilik degan ko'pincha odam shu jismoniy yo'qotish, bir millatni yildizdan qurib etish deganlar esiga keldi. Amaliyotda u narsa emas deydi. Ya'ni Abay deb o'tib ketgandek, bir millatning milliy ham diniy xarakteri o'zgarsa, shu deydi. O millatning yo'qolishi deydi. Ya'ni siz bilan biz Uyg'ur turib, biz mavjud bo'lsakmi hozir, ammo biz butunlay xitoylashib ketgan bo'lsak, o'zimizning tili, dini, madaniyati, urf-odat yo'qoldi degan gap. Hamma narsani tugab, ammo jismoniy jihatdan badanimiz bor. Ammo biz Xitoy so'zlaymiz, kalimiz Xitoycha, Ko'ngziga cho'qinamiz yoki Kompartiyaga cho'qinamiz. Bunda bo'lsak, bu Muşun yo'qotishning shu nimasi edi? Boshqa yaqinda shu ilmiy sohada bir atalg'i kelib chiqyapti hozir. Shu irqiy qirg'inchilikni nurg'un odam degan vaqtida Yahudi cho'ng qirg'inchiligi, Revanda qirg'inchiligi yoki Sibirnikadagi qirg'inchilik qatorliqlarni bular yoki Iroqdagi kurdishlarga qarshi ilib berilgan o'z vaqtidagi gaz, zarli gazlarni qirish qirg'inchiligi degandeklarni bular shuni ko'z oldiga keltirdi ekanda, yoki bo'lmasa shu Kambodjadagi xunta hukumatniki, harbiy hukumatniki, yerliklar kommunist hukumatining ilib bergan qirg'inchiliklarni ko'z oldiga keltirdigan gapkan. Bu da ilmiy sohada o'tirib chiqayotgan yangi atalg'ular, yangi challenge, ya'ni yangi bir raqobat nima desa, Uyg'ur qirg'inchiligi dunyodagi irqiy qirg'inchilik tushunchasiga tuzish. Ya'ni shu tushunchaga bo'lgan hukmni o'zgartirib deydi. To'g'ri. Chunki bularning xarakteri o'zgacha. Ya'ni ba'zilar deydi bu Xitoy xarakteridagi, ya'ni Junguch sotsializm degan bir gap bor. Shunday. Xitoycha irqiy qirg'inchilik. Chunki bularni bu qilgan vaqtida nurg'un qonuniy mollalarni atrofiga yig'ib turib, qonuniy allomalarni yig'ib turib, buni qanday qilib bu mushtaq bir balo qilishdan qutulishimiz mumkin deganlarni bütün tadqiq qilib turib, ular shu shaklda ilib borgan gapda aldirabdan bir davlat bir millatning ustidan bunday bir siyosatni aldirib yurgizolmaydi albatta. Malaning degani bek sezgir zil bir masala bu deydi. Malaning degani bu genocide degan instant bo'lmaydi. Mandalar erkiy qirg'inchiliklar deb hurra deblar manda bo'lgan ish yo'q. Biz sistemalik, planliq, uzun muddatlik bo'ladi. Anikin deydi, buning natijasi unda tez chiqmaydi. Shunga hozir qo'limizda bor dalil isbot uchurga asosan bu Xitoy mushuni qilyapti hozir. Endi Jeffrey Nice apandimiz so'rdi, endi buning to'liq erkiy qirg'inchilik to'g'risida endi degani Xitoy hukumati barliq ishlarni taqitib, to'shiklarni taqitib, materiallarni yo'qotib, ko'ydirib manda qilayotgan ekan, ham chet eldan hech kimni kirgizib buni tekshirgizmagan ekan, bevosita qo'limizda mana Xitoy erkiy qirg'inchilik qilyapti deydigan bir cho'ng bir narsani ko'tarib chiqish tez deydi. Ammo bu erkiy qirg'inchilik tugagandan keyin erkiy qirg'inchilik desak, u chaqda kechikimiz u millat yo'qaydi tugaydi deydi. Shunga u chaqchi bo'g'icha hozirdan boshlab biz Xitoy hukumatining qilganini shunday deb e'tirof qilishimiz kerak. Ham buning oldini shuning bilan ola olamiz dedi. Ana keyin bu sotga bergan eng chong tavsiyasi bu ishqisning advokatning. Sizlar bu hamda siyosiy dunyo ayrim diplomatiya abaytin biz degandek bir davlatning munosabatiga qarab Xitoyni erkiy qirg'inchilik qildi deydi ya demaydi. Shunga bu siyosiy ama o'ylashlardan ma'nilardan neri turib mustasno oldi. Musha qonuniy, qonunning oldida
nim bolsa şunun asasen karar çıkışınla gerek. Çünkü bomsa bu devletler arasındaki münasebet, halkaralık münasebet karab tutsanlar, o çağda bunu kanun asasında bir ünümlük bir karar çıkış təsib oludu. Mesela yaxşı bir tavsiye verdi. Mesela şu ötkende China Files, China Cables degan bir çoğun Xitayga ait kabelleri, yani muş Uygurlarni qanday bastırış, lagerning şekil qanday boldiganligi, onu qanday kontrol qilish, population nopusni qanday kontrol qilish haqida bütün ko'rsatmalar berilgan bir hujjatlar, necha yuz betlik hujjat oshkorlanib ketdi. Shu chiqqandan keyin deydi bu Yohannaningki, ama nimaning deyishicha, Diamond Appendimning deyishicha, deydi bir yezdiki bir hukumat xodimi deydi, o'ziniki özde bağ ücretlerini 5-6 gün köyde geldik. İspatlarını 5-6 gün köyde geldik. Demek bir yerde Xitay biri garip yoki mustaqil tadqiqotchilarning bir ayınga berib tekshirishga yo'l qo'ymaydi. Yoki xalqaro bilan hamkorlashmaydi bu jihatda. Ham barliq qo'lda bor isbotlarni yo'qotadi deydi. Unda bo'lgandan keyin buni keyin isbotlash bek qiyin. Bek qiyin. Demek bularki hozir bayam degandek birisi mishadiki imkoniyatdagi cheklanlik masalasi. İkincisi bu vaqtning qisliq masalasi. Mush nuqtadan yoki bu bo'layotgan bu irqiy qirg'inchilikqa berilgan aniqlamadagi yangi tushuncha masalasi. Shunga buni darhol muvofiq bir shaklda qaror chiqaringlar degandek tavsiyalar bo'ldi. Meningcha bu bir yaxshi bir guvohlik bo'ldi deb o'yladim men. Bu ish qismine ait kuchli advokat bo'lganligi uchun ham xalqaro qonun, ham kishilik huquq qonun masalasida ham degandek Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarata ilib berayotgan bu jinoyatlar ustida ait yaxshi tadqiqot ilib borganligi uchun bular bu masalani ait hamma jihatdan to'liq ravon biladigan, ham meningcha bu ikkisining so'zi bugun o'sha sotni qoyil qilishni ait cho'ng bir rol o'ynadi bu ikkisiniki. Hatto hamda cho'qim bizning ko'rarmanlarimiz nurg'unlar ingliz tili biladi. Agar buni ko'rgan bo'lsa, o'shalarning talash tortishlarni. Bu bir xuddi Amerikadagi bir Harvard Law School'dagi qonun maktabidagi bir münazırdek buçu. Bunun neticesinde her qanday adam bunu görse nurgun yeniliklarını ügündü hem xalqaro kanunun qanday bulduğun, xalqaro işlerinin qanday mağdığanlığını nayet obdan düşünüp alalaydı bunu. Bu çoğun bir kanuni ders oldu dep oylasaqım boldu eken. Meningcha yana bugun yana tushdikin bu guvohlik bergan 3-4 odamlar bor. Navatsdan qo'shimcha qilgan yeringiz bo'lmasa, shularga o'tsak birdan deb o'yladim endi. Bu ikki mutaxassisning keyin Uyg'urlarning ishida yani Bekram Sintaş, gerçi bizden radyonun hizmetçisi olsun bu bugün müstakil tədqiqatçı sübütüde yani ilgili Xitay hükümetinden Uygur mescid ve mazarların çıkış meselesi üstüde guvalık bergen buldu. Sizge dasturgan muhim noktalarını bir sözle bitip geçsiniz. Bekram Sintaş'a gelsek, Bekram Sintaş elbette hazır siz degendek bizdeki xizmetçimiz, ama bizge işleşten ilgili Bekram Sintaş öz aldığı bir müstakil tədqiqatçı sübütüde nurgun tədqiqatlarını ilip bağın ve faaliyeti sübütüde bazı tor faaliyetlerini ictimai medyada qozğan, mesela Google Uyghur 90% qani ispatla bizge yana uçur kerek degandek temalardı ki nurgun sosyal medya hareketlerini qozğan bu. Yoki şunun qatnaşqan yoki bir aktif bir balning birisi. Bu da şu belgen guvalıqı, şu özünki bizning radyo kirishdan ilgari, yani Uyghur rayonidagi, Xitoyninki Uyghur rayonidagi masjid, xonaqo, mazar-ı maşayix ve şu zaratkarlık, dini sorunlar, masjidlarning chiqilishi, Uyghur mahallalarining yo'tkilishi, o'zgartilishi qatorliqlar ustida ilib borgan tadqiqotga asosan bo'lgan bir doklad bo'ldi. Bu elbette bunun berilgan vaqtda, mening berilgan vaqt qisqa bo'lgan bo'lg'achqa Bekramning o'ziga berilgan vaqtdan yaxshi foydalanib, bu guvohlikni yaxshi tamomladi deb o'yladim men. Masalan, buningda shu hozirgacha 15 ming atrofida masjidning chiqilganligi, bizning radiodan berilgan xabarlar, ham yerlikdan olgan o'zining satellite, ya'ni sun'iy hamroh suratlari bilan dalillangan isbotlarga asosan o'rin bekitib belgilangan dalillarga asosan esalab chiqqan sonliq ma'lumotlarni o'ttirib qo'ydi. Buning yana Uyg'ur mahallarining chiqilishi, rasmlarning chiqilishi, keng ko'lamda nopus yutkash, buni rasm bilan o'ttirib qo'ygan bo'ldi. Masalan, 2019-yili 150 mingga yaqin odamni yo'tkalganligi bir yadlam. Bu Xitoyninki axborotga chiqqan sonliq ma'lumotlardan foydalanib turib buni. Endi 2021-yil yana 230 ming yo'tkash planlanganligini oshkorlaganligini dedi. Xitoyninki Tangirtog, Xinhua qatorliq matbuotlardan olib turib so'zladi. Ba'zi masalan shu
Barın şu yelken etrafında yürütkelgen adamlarının ki kaya yürütkelgenlikini bir resim bilen gözetken tıkarsınız bu industrial complex yani bu sanat bahçesi kıldı bu. Karşı aşı adamlar retleştirilgen binaga kvadrat şekillik kapazdaki üyle yürütkelgen bu rayının etrafımız koşala bilen koşalmaganlıkını kömedim ama ilgiz bir tamla bilen koşalgan. Demek bularınki günlük hayatı bir kontrol astık ilingan. Bir zavodken emniyette zavod işlerken zavod çıkıp uydu yatıdırken olanın bilek bir ictimai hayatım yok. Sırtqı çıkış erkinlikim yok bir işe yötkelgenlikini dep ötті. Bunu asaslık bir yani keyinki qetimda bu Dərin Baylar efendim toluqlama şekilde Xitoydagi sharq qismidagi emgak kuchlarininki tannarxininki esib ketishiga ergishib Xitoy praktikal ba'zi bir nuqtalarni iqtisodiy nuqtalarni ko'zlab turib ba'zi zavodlarni Uyghur rayoniga yetkazdi deydi-ku. Balkim shu yutkash bu şekilde karakterlengen bo'lishi mumkin bizning rayonda. Belki o zavodni qurib qo'ysa, o'zining berib yotgandan ko'ra zavodning ichiga uyini qurib qo'ysa, bir tarafdan monoposini kontrol qiladi. İkinci tarafdan iqtisodiy jihatdan foyda oladi. Üçüncü tarafdan bu mallarning tannarxini to'g'ri qilib iqtisodiy afzallik bo'ldi xalqaro bozorda. Bu Xitoy bu jihatdan nurg'un afzalliklarni yaratgan bo'ldi o'zining siyosiy va amillik nuqtasidan. Yoki iqtisodiy nuqtasini shuni shariylagan bu shuni bir tushuntirib o'tgan bo'ldi. Meningcha bu bir yaxshi bir o'zgacha bir doklad bo'ldi deb o'yladim, chunki hozirgacha masjidlar chiqildi dedik, maktablar taqaldi dedik, rayonlar o'tkazildi dedik. Ammo mush nuqtada tafsiliy bir o'tirib qo'yilgan doklad. Shunaq. Chiqmagan ko'rinishlik, rasmlik, sonliq ma'lumotlik, isbotlik bir doklad o'tirib qo'yilmagan. Bahramning bu dokladi shu bo'shliqni to'shqazi deb o'yladim men. Sizning qo'shimcha qilgan yerlaringiz bo'lsa, ham yaxshi. Bu shu bu mavzuning maqsadi hamda degan yoq Uyg'urlarning u bo'laninki guvohliklarini anladı. Mesela planlıq to'g'ut u bo'lardan sirt. Hamda yana bu shu irqiy qirg'inchilikning o'xshash bo'lmagan elementlarga munosabatlik. Yana birisi hamda bu Bakramni taklif qilib bu to'g'risida yana mechitlar mazorlarni chiqishning, ya'ni shu millatning milliy ham diniy xarakterini o'zgartirish uchun ilib berayotgan harakatlashganligini isbotlash. Yana chunki bu masalan Nazi Germaniyaning Yahudilarga qarshi boshlaganda kristal naqd yani kristal keçisi. U chaqda o Yahudilarning mechini chaqqan, hujum qilgan yerichi. Uni yo'q, ani shuning bilan eng oxirgi 6 million Yahudining o'lishi 5-6 yildan keyin bo'lganda, shuningga bu Xitoy hukumatining hozir bu Uyg'urlar emas millat, bu millatni yo'qotish uchun albatta tarix, din, madaniyat, til hamma narsa. Bu mechitlarni chiqish bu Uyg'urlarning dinini yo'qotish uchun ilib berilyapti albatta. Gerçi Chongshaning o'ttirdagi Chongchong mechitini bir ishkini qo'ygan bilan bizning radioda ilgari dalillagandek nurg'un mechitlarni chiqib bular nahiya-nahiyaki mal yezlardan chiqib birla mechit qo'ygan. U yerda albatta et bayram bo'lsa Uyg'urlarning mechiti bor deb Uyg'urlarning usul o'yinib meyda bir yag'an raslardan mechit kirib chiqqan masalan Qur'on yetga o'xshash shunda qilishdan boshqa bir rol yo'q. Uyg'urlarni xalab kiramaydi burunqidek albatta. Jinoyatchiga aylangan gapda. Uni bir quvvatgandan hamda Uyg'urlarninki shu yana birisi albatta Bakrami dedi hamda bu mechitlarni yo'qotgandan keyin hamda Uyg'urlar musulmon bo'lgandan keyin ballarga bu dinni qanday yetkazdi. Endi bu dinni og'zaki hikoya qilib so'zlab aslam emas, bu bir hikoya emas, bu bir praktik harakatlardan ko'rsatgan bir narsa. Bu bir amaliyotda bor din deganda, uningda bir namoz o'qiydigan gap, ayet bo'lsa tabriklaydigan gap, qo'y so'ydigan gap, bular hammasi bu ayetning bir qismi Uyg'urning milliyodida bo'lsin. Bu narsalar hammasi tang yo'qaydi aning bilanda. Shunga Xitoy hukumatining yana Uyg'urlarning diniy xarakterini yo'qotish uchun mechitlarni, mazarlarni, duo qildigan, ibodat qilgan o'rinlarni yo'tgan. Hatto bizning radioda dalildik masalan Atışdagi bir mechitni chiqib uni o'birni qilgan masalanda. Xitoy zoyachilar kelib bu ishlatadigan o'birni qilgan. Mushundaq darajada bu xarakterlik o'zgartishlar bor. Masalan bu xil o'zgartishlarmi shu Jonasimiz xonim Qashqarga borgan rasmlarni chiqib ko'rsatdi. Ham Qashqarda nurg'un bek bu Qashqar taraf, janub tarafida ham albatta Urumchida shundaq, shimolda shundaq. Masjidlarni bek Uyg'urlar bek kuch sarf qilib, eng yaxshi uslublarni kelib, tasvirlarni kelib, bek yaxshi bezaydi-ku. Yo'q, u bir hamda masjid o'z oldiga bir diniy sorun bo'lish bilan bir vaqtda yana bir Uyg'urlarningki shu me'morchilik, binokorlik, bezakchilik san'ati eng yaxshi yorqin yo'ritilgan, isbotlangan, shuni tipiklashtirilgan obrazlar kirgizilgan bir go'zal bir sorun-ku bu. Shunday bo'ldi. Unda bo'lgandan keyin bu tayyorlam o'zgarsa, bu pul xarjlamaylam Xitoyningki
bazmxonlarga yoki mehmonxonalarga, G'o'ljida masalan mehmonxonaga yoki bo'lmasa halqidek arab ichadigan qahvaxonalarga, choyxonalarga Qashqarda choyxonaga o'zgartirildi ekanda, tayyorlanib ekan. Bu hamda bir aslidagi bir ulug' muqaddas bir o'rin hamda bu muqaddas bir o'rinningki hamda bu muqaddaslikda cheklangan butun ashuni qarim-qarshidagi ishlarga qildigan bir so'ringa aylantirilishi hamda bu shuni sog'an shuni kirib e'tiqod qilgan, duo ibodat qilgan, tilovat qilgan nurg'un odamlarga nisbatan cho'ng bir haqorat bo'lib tuyulishi kerak deb o'yladim men. Bundan ortiq haqorat bo'lmaydi, hamda bir dinga e'tiqod qilgan bir millat uchun. Mesela Yevropalarga borsak, eng ko'zga ko'rinadigan ibodatxonalar, masalan, cherkovlar. Masalan, necha yuz yildan oldin, hatto necha ming yildan oldin yasalgan cherkovlar masalanda. U yerda o'z betida turibdi. Hozir biz chiqib bir qitim emas, ikki qitim dunyo urush bo'lgan yerlar masalan shu yer. Qarasangiz, yana shu ibodatxonalar o'z beti yiqilgan o'rnidan qaytadan yasilib, yana qaytadan esga keltirilganda. Shu yerda, masalan, ularni hamda mayli ishonsin, ishonmasin, berib bu tarixiy ibodatxonalar chaqayli, yo'qtayli deb bir nima qilgani yo'q. Bundan keyin albatta, Bakramdan keyin albatta bu Uyg'ur harakati tashkilotining xizmatchisi, tadqiqotchisi Julie Mislab xonim bu o'zlarining bir dokladi ustida alayda guvoh bergan bo'ldi. Ularning dokladi asosan yana Xitoy hukumatining shu Uyg'ur baldırga qaratgan bir siyosatlari. Bo'lib, nurg'un Uyg'ur ota-onalarning baldırından ayrılib qolgani, ota-onasini lagerga tutib ekanligi, mayli birisini bo'lsin, anasını yoki dadasini bo'lsin yoki ikki yillarni kessin. Xitoy hukumatining ularning baldırını apirib yo bir yasliga apirib etganligi, yo yetib qoladigan maktabga apirib etganligi, yo Xitoylarga balqib berib etganligi. Ota-onasi hayot turib, hamda unda maktabligi bormaslik kerak asli. Yetimxonalarga hamda ota-onasi bor insonlar yetimxonaga avatilmaydi hech qanday dunyoning hech qanday yerda. Hamda bizning vatanda bu 2017dan keyin yana nurg'un shunda bolalar shunda bir vaziyatga qolgan. Andan keyin Julie yaxshi misol oldi. Masalan, Turkiyada biz ularning xabar bergan bir Uyg'ur dada bilan yana bir Uyg'ur onaning o'zining baldırlardan ayrılib ketib, o'zining baldırını Xitoyning shu ijtimoiy to'rbatda videosini ko'rganligi. Masalan, Uyg'ur o'g'an balaning qarasa bir 3 yosh vaqtida ketgan, bir 4-5 yosh kelgan chaqda bir yig'iz Uyg'ur so'zlamaydigan, "Sen nalik? Sen ni shi naran? "我是中国人." deb aytayotgan, "我爱中国." deb, "O, 中国共产党" deb shunda tez jonli shaklda balaning qarshi tatliqligi, ummoqligi, ammo o'zining Uyg'urligidan ota-onasining nima g'amligi hech qanday bir nima yo'q, qolishi yulg'anlan bir bala ko'rinib turibdi edi. Endi bir odamningki qarasa bir nima deyishalik, masalan, shu mesela biz tug'ilgan vaqtimizda men Uyg'ur tilini deb bilmaymiz, o'zimiz Uyg'ur ekanligini. Albatta. O men Uyg'ur, menga u deb biz xil cho'ng vaqtcha o'zingizning gibi menga yuradigan bir odam urug' o'ylab jirgan. Uyg'ur degan gapni uqmay, amniyatda masalan kim uqdi masalan, o'ylab ketdim hozirda. Biz bolalarimiz deymiz, kun uqish mumkin. Bu bolalardagi bu millat o bir hech qanday uqum bo'lmaydi ularda. Faqat uning kallasida ota-onasining muhabbatiga to'yinish, bolaga qinish, yaxshi uxlash, yaxshi o'ynash demak istiki yo'q ularniki. Ularni kirib hozir ular o'zim bilmaydigan davlat tuyg'usi, o davlat kimligi deganlarni ularning kallasida singdirishning o'zi amniyatda manda jihatni ilib kelsa bir yana bir xil jihatdan bir ruhiy xo'rliq uchu bu. Bu bolalar yerda ota-onasining muhabbatisiz, ota-onasininki ko'yinishsiz, issiq ishsiz, issiq go'tqinisiz, issiq qo'ynisiz, qisqasi bir muhabbatsiz bir muhitda, o'zim bilmaydigan, o'zimni bir nima bo'lganligini tushunib yetolmaydigan bir xil muhitda majburlab andaq bir narsani o'rgatishga majburlanishi, bular qilingan bir cho'ng bir amniyatda ig'ir zulmda bu hamda. Shu zulmga yo'l qo'ygan bir vaziyatni bu qiz o'zininki, bu xonim o'zining tadqiqot doklati natijalari orqali nihoyat chiroyli sistemalik va sonliq ma'lumotliq o'tirib qo'ydi. Masalan, buningda yana bayamsiz deb o'tdingiz, bu Turkiyadagi bir ota-onaninki o'zining bolasini necha vaqt niyoga ko'may, bu lagerdagi yoki bolalar lagerdagi yana atalmish yotoq maktabdagi bir maktabda Xitoycha so'zlayotgan ko'rinishda ko'rib qolganligi. Dadasi ancha chiqib so'zlab turdi bolaninki. Onu o'ylasangiz, o'zingizning o'rnini qo'yib beqingiz, sizning 5 yoshlik bir o'g'lingiz bor. Masalan, bir ota-onaga nisbatan bu qanchalik azob bu. Demak, bu odam kunda o'ladi-da. Chunki bir bolani dunyoga keltirib, shu bolasiga o'ziga ololmadi bu hamda. Bu bolasiningki qanday tilda so'zlashi, qanday yo'lda menishi, qanday odam bo'lishi uninki hech qaysiga bu ega ololmadi. Demak, bir Uyg'urning badanidan tug'ilgan bir bola uning qo'ldan tortib ilinib,
bir zavodda çoğun olan çocuk atansı çoğun olan bir çocuk çoğun oldu hem de. De? Shunday gap. Bu albatta Bu bek işinchi ahvol bu. Shunday gap. Bu albatta hamda bu Turkiyada yashaydigan bu Uyg'ur odamga hamda o'zining balanini tepapti. Nima bo'lsin hamda videosida. Hamda buni videosi emas, izderaksiz o'zining farzandlarining nima bo'lganini, qanday bo'lganini bilmaydigan nurg'un albatta Uyg'ur ota-onalar bor. Albatta bu hozir hamda bu Uyg'ur ota-onalarning hech qanday birining xatoligi yo'q bu yerda. Bu Xitoy davlatining qo'lida bo'lganligi uchun Xitoy davlati nima qilmasa qila oladi. Shuni qilyapti hamda. Shuning bu ota-onalarga albatta oson emas hamda. Ular uchun Uyg'ur millati uchun. Ammo bu ma Julie xonimni bu sotmoqlarga taklif qilib, maxsus shu bolalarning shu ota-onasidan ayirib etilgan bolalarning ahvolini tushuntirish degi sababidan birimi, yana bir millatning bolasi yana bir millatga berish. Shu qanday bo'ladi? Buni o'tkash orqali qanday bo'ldi? Bu bolalar qanday cho'ng bo'ladi? Yani Uyg'ur bo'lib cho'ng bo'lamdi yoki ota-onasi bilan ko'rishalamdi deb nurg'un savollarni so'radi masalan. Sochilar. Hamda Julie Mnayt yaxshi javob berdi. Buni normal bir maktab, ijtimxona yoki yotoqliq maktab emasligini. Bu hammamizni majburlagan. Chunki bu ota-onasini olib so'lab qo'ygandan keyin bolalarni shundoq apirib uyaga ham ularning hech qanday erkinligining bo'lmaydiganligini, xohlagancha uyga qaytib kelgan ishning yo'qligini, ota-onasining uyga ko'rishgan bir fursatining bo'lmaydiganligini. Masalan, ba'zi videolarni ko'rdik, ota-onalar mash to'may darvozaning teshida turib, bolalarini suyab ashat turdi. Nurg'un videoda hatto shu boshlang'ich o'rta maktabni o'qiydigan Uyg'ur bolalar yotgan ko'psini ko'tarib ota-onasi bilan xo'shlashib ketayotgan, yaqinda chiqdi bundoq ko'p videolar masalan. Bu hamda bir oilaning emas, bir millatning fojiasini albatta isbotlab berdi. Menimcha bu xonimning bugun bergan shu isboti ama sot talab qilgan shu nuqtani shu Uyg'ur millatining bolalarni Xitoy hokimiyati yoki Xitoylarga yo'tkash masalasini obdan o'tirib qo'ydi deb qarayman. To'g'ri deysiz, shu Darim Baylar efendim shuni haqida so'zildi-ku, shundagi mazmunlar bir-biriga qayshilishadigan bo'lg'achqa, shuni ikkalannikini qo'shib so'zlasak bo'lgan deb o'ylab qoldim. Albatta. Darim Baylar efendimiz so'zlagan vaqtida bu bolalarni Lost Generation dedi-ku. Lost Generation deganda hamda kimligini yo'qotgan avlod, o'zini yo'qotgan avlod yoki mahrum qoldirilgan avlod. Shundoq. Da deb tushunimiz bo'lardi. Bular hamda sotsiologiya yoki jamiyatshunoslik nuqtasidan ashta deb qaralsa, masalan Uyg'urlar terik yetimlar bular. Ya'ni ota-onasi turib, ota-onasining muhabbatiga erishamagan bolalar. Yetim bo'lgan bo'lsa, ishli ota-onasi yo'q bo'lgan bo'ladi, o'lib ketgan bo'lsa yetim bo'ladi bu hamda. Orphan bo'ladi. Lekin bular hozir qanday bo'ldi desangiz, ota-onasi yoki balkim o'lib ketdi yoki o'lib ketmadi, lekin ota-onasining ilkida yo'q bular. Yetim qoldirildi, hech kimning ota-onasininki qo'liga berilmadi. Terik yetim bo'lgan bir bolalarningki. Bular masalan hatto ota-onasining bor yo'qligini bilmay cho'ng bo'lishi mumkin-ku. Chunki ota-onasi hech bo'lmagan ekan. Hatto bularga albatta u Xitoy o'qituvchilari Xitoy maktabga borib yotoq yotqizib qilgan ekan. Hatto bular sening ota-onang mavjud, sening ota-onang bor yoki lagerda yotgan qo'yutdi. Damda nimamda o'qimaymiz buni-chi. Uni balkim lagerda ekanligini demaslik mumkin, chunki Xitoy o'zini har zaman oq, go'zal, yaxshi qilib ko'rsatgan bo'lgandan keyin ular cho'qim bir yerda yaxshi turmush kechirayotgan shaklda isbotlanib, ko'rsatilib, suratlanib bildirilishi mumkin ularga, lekin bek muhim bir nuqtani dedingiz siz, chunki ular odamning xotirasi degan bek cheklik bo'ldi-ku. Odamning xotirasi degan shu jarayon bo'yicha o'zingizning hayotida to'plangan jug'lan bo'yicha yetilib boradigan narsa bu. Sizning ota-onangiz haqidagi xotira bir 2 yoshgacha to'xtab qolsa, ularning obrazini susishida qaldingizdiki. 5-6 yildan keyin kasım ota-onasi tonimaydi. O'tgan bir program berganim esimda bormi? Biz berdikmi? Bir bolani ota-onasiga Turkiyaga qaytarib chiqamda. Chiqqandan keyin bu bola ota-onasi aloqa qilolmaydi. Burun Uyg'ur tilida ravon so'zlab bular bilan aloqa qilishgan bir bola unutib qoladi tilni. Ota-onasi bilan aloqa qilolmaydi. Ham ota-onasini tonimaydi-ku. Bir xil yaqirab chiqib qolganligini deydi ota-onasi dadisi. Adamning yuragini ezdigan bir bayonlarda bu. Bu Darim Baylar bu nuqtada bir nimin dedi berdi-ku. Müştah bo'lib kesdi bir savol so'rdi. Aşağıdaki zastatlardan bir savol so'rganda, müştah sharoitda müştah davom qilsa, Uyg'ur jamiyatini 20 yildan keyin qandaq faraz qilish mumkin deganda, mushulik last generation bo'lganlik uchun eziqqan, o'zini yo'qotgan sarson avlod bular cho'nglab bir bizdek odam bo'lgan vaqtda deydi. Bu jamiyat Uyg'ur jamiyatini chek-chekidan bo'slab ketgan.
bir berbat bo'lgan jamiyat deb qarashga ko'rilish bo'ldi dedi. Berbat bo'lgan jamiyat dedi. Demak, bu berbat bo'lgan jamiyatda bu odam masalan bu ularniki bir qo'rib turgan bir tashkilot, bir jamiyat, ularniki e'tiqodiy yoki qimmat qarashini gullantirib mangdigan bir qurilma bo'lmagan ekan, ularda sarsonlik bo'ldi ekan, tushkunlik bo'ldi ekan, zaharli chekimliklarga berilish bo'ldi ekan, bir normal bir yashash iqtidori yo'q bo'lgan bo'ldi ekan. Demak, bir jamiyatda yoki oila bo'lmay, yoki turmush bo'lmay, yoki xizmat bo'lmay, demak, ularda psixikalik nurg'un masalalar, asoratlar mavjud bo'lgan ekan. Bular shu zaharli chekimliklarga berilish. Demak, bir jamiyat qisqasi berbat bo'ladi deydi. Bek qo'rqinchli bir parazda bu hamda. Yani deydi, yana Uyg'urlar assimilyatsiya qilingan taqdirda, butunlay assimilyatsiya bo'lsa, Xitoy o'zining maqsadiga yetgan, Iran rozi bo'lamdi degan bir savollar so'raldi. Shu savolning konkret shakli esimda qolmabdi. Degandan deydi, Uyg'urlar butunlay Xitoylashib ketgan taqdirdami, ularning badani o'zgartirilmaganligi uchun, farqlanganligi uchun ular izchil tadqiq qiladi. İzchil kamsitildi degan gapni o'tirib qo'ydi. Ya'ni bu Darren Baylermi shu bayam Julia Mislab xonim deganga o'xshash Xitoylarning shu yotoqliq maktabining oqibati haqida to'xtalgan bo'ldi. To'g'ri. Biz tuyuqsizlam Darren Baylerga o'ta ketib qoldik. Lekin Darren Bayler haqida ozroq bir tushuncha berish to'g'ri keldi. Darren Bayler shu Uyg'urlar haqida chunqur tadqiqotlarni ilib berayotgan, sotsiologiya nuqtasidan tadqiqotni ilib berayotgan Uyg'ur amerikalik tadqiqotchi, hozir shu Simon Franz universitetininki xalqaro tadqiqoti bo'yicha dotsenti. Bu adamninki yozgan maqolalari China File demdoq, Express nurg'un jurnallarda e'lon qilinib kelyapti. Xalqaro cho'ng media organlarida, Amerika davlat majlislarida ishlangan guvohlik berish yig'inlarida, xalqaro ilmiy tadqiqot yig'inlarida Uyg'urlarga oid o'zining maqolalarini shu ijtimoiy jamiyatshunoslik, ijtimoiy insonshunoslik nuqtasidan turib tadqiq qilib tushuntirib kelayotgan bir olimlarning birisi. Demek bu adamninki bergen guvohligimi ilmiy tadqiqotchi bo'lish nuqtasidan bek unumli bo'lgan jamiyatshunoslik nuqtasidan tadqiqot ilib borgan bir olim bo'lganligi uchun bek yaxshi bo'lgan bir doklad bo'ldi deb qaradim. Chunki nurg'unlarimiz qarg'an vaqtda Uyg'urlarning o'ldirilishi, lagerlarning qurilishi degandek sirtqi fiziklik narsaga qaraydi-ku. Lekin bir jamiyat o fiziklik narsalardan boshqa yana nurg'un jamiyat degan bir narsa bor-da, o jamiyat qanday bo'ldi. Buni jamiyatshunoslik yumshoq nuqtadan qarash kerak. Bu odam shu yumshoq bir jamiyatning mavjud bo'lishi kerak bo'lgan nuqtalarningki qanday bo'lganligi, bu jamiyatdagi ashtaq bir narsalar ilmitilgan vaqtida bu jamiyatning kelgusida qanday bir jamiyat bo'lganligi degandek nuqtada tadqiqot qilayotgan bir tadqiqotchi olim demakchi bu adamninki bugungi dokladimi nihoyatda unumli, natijali, kuchli bir doklad bo'ldi. Bu Darren Bayler albatta Amerikadagi Uyg'urlar yaxshi biladigan bir amerikalik Uyg'ur shunos tadqiqotchi. Bu adam hamda Uyg'urlarning ahvolini nihoyat obdan tadqiq qilgan emas, nihoyat obdan biladigan bir inson bo'lganligi uchun bu odamning bugun o'tirib qo'ygani hamda bu sotmo buning o'tgan qitimni chaqirgan 6-oyda bu qatnashib so'zlagan, guvoh bergan. Bu qitimni yana qayta taklif qilib guvoh berishga sabab bu qitim yana bu Xitoy davlatining maqsadi nima to'g'risida hamda bu Uyg'urlarni. Bu odam albatta irqiy qirg'inchilik qildi, Uyg'urlarni andoq qildi deb o'tirib qo'ymagan bo'lsa-mu, bu odamning o'zining yozgan dokladida asosan Xitoy hukumatining hujjatlari ham o'zimi Xitoy kadrlar bilan masalan shu o'tkazgan suhbatlarida 2017dan keyin buni berib ba'zi o'z taniydigan Xitoy kadrlar boshliqlari bilan so'zlashib ekan. Desa bu Xitoy kadrlar hatto biz Uyg'urlarga g'amxo'rlik qilyapmiz. Biz tuyuq yo'lga kirib qolgan Uyg'ur millatini biz mushunda siyosatlar qilib qo'zg'atyapmiz bularni. Bular hozir bizga bunday qarshi turgani bilan o'gin bular bizga minnatdorlik bildirdi. Biz bu qaymoqqan Uyg'ur millatini biz qutqizib qoldik deb mushunda gaplarni degan. Deganda hamda bu odamning shu tadqiq qilgan maqolasi asosan ethnic extinction deydi. Ya'ni bir milliy yo'qish. Yo'qilish, milliy yo'qilish. Ya'ni bu Xi Jinping kelgandan yoqi bo'libmi Xitoy millatining Xitoyda emas, shu Uyg'ur rayoni qolgan yerda bo'lsin, nerda bo'lsin, eng muhim xalqliq kuchlik o'ringa chiqishi. Qolgan millatlarning asosan assimilyatsiya bo'lib, xohlamasin yo'qlishi. Ya'ni Xitoyning bir davlat qilish. Osonliq millatlar bo'lgan. Osonliq millatlar bilan bo'lgan farqini yo'q qilish, ham osonliq millatlar yana Xitoy millatining
milletini qabul qilish, örf adeti nima bo'lsin, ham shunun qarab mingish. Shuningga bu odamning albatta nurg'un misollari bor, Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish uchun atalmış qo'sh tillik ama bir tillik Xitoy siyosati, undan sirt yana Xitoy o'qituvchilarini, Uyg'ur o'qituvchilarning hammasini o'rnidan chiqarib etib, o'rniga Xitoy o'qituvchilarini ilib, faqat Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish uchun Xitoy darsi berib, hozir kalsini juvatganligi. Ama bu adamning yozgan bu dokladida oxirgi natijasi yani Xitoyning maqsadi total assimilation. Butkul assimilyatsiya qilish. Uyg'urni endi butkul shu assimilyatsiya qilish. Endi bu yerda uningdan so'raydi Jeffrey Nice efendim o yaqa. Bu deydi not extermination, endi extermination degan qirib o'ltirish hamda yo'qotish, matgan to'liq butkul assimilyatsiya qilib. Lekin bu deydi unda bo'lsa bu Uyg'urlarni Xitoy hukumati to'liq assimilyatsiya qilsa, bu jinoyatni nima deb ataymiz deydi, to'liq assimilyatsiya qilishni. Deganda buni hamda nima deymiz hamda buni hamda assimilyatsiya qildi degan gap, irqiy qirg'inchilik qilmadi degan gap hamda bu. Nada? Albatta buning uzun jarayon ketadi. To'liq assimilyatsiya qilish deganmi hamda shu millatni hamda asosda yo'qotish, aytgandek milliy, diniy, irqiy xarakterni yo'qotish. Yo'q qilib o'tishda. Deganda bu Darren Baylarning javobini yaxshi ko'rdim. Bu hamda garchi Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qiladi, musho demagan bo'lsa-mu, bu Uyg'urlarni qirib yo'qotish bu siyosat demasmi deydi. Bu degan biz zo'ravonlikqa to'lgan bir jarayon deydi bu. To'liq assimilyatsiya degan, butkul assimilyatsiya. Masalan, hozir ko'rib turyapmiz. Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish, masalan, Amerikada bu millatdagi assimilyatsiya bo'ldi bu yerda. Shundaqmi? O'z xalab bo'lib yani melting pot, erititilgan qozon deb qaraydi Amerikada. Bu yerga millatlar albatta o'zining xoslig'i tilini saqlab qolsa-mu, asta-asta muşdan qarab erib malaydi. Bu yerda chunki majburlash yo'q bo'lganlik uchun. Ayada bu odam nayt obdan misollar bilan bu bir zo'ravonlikqa to'lgan bir jarayon deb atab kelib, yana masalan misollarni ko'rsa, masalan o'sha Uyg'urlarni, ya'ni yerlik millatlarni keng ko'lamda tutib lagerlarga solash. Abaytin Julie degandek Uyg'urlarning bolalarini boshqa millatga yetkazib berish. Lekin eng muhimi bu project deydi, bu project. Bu degan settler colonial. Bu mustamlikchilik bilan mustamlikchilik orasidagi bir project deydi. Bu yana bu kelgan Xitoylar hamda abaytin tap ketgan Uyg'urning o'rnini elib, to'ldirib, masalan Bakram degandek. Bunların o'rnini eganlab, bu hisobda bir mustamlikchi ko'chman bir millat, mana mustamlika qilinuvchi bir millatning ustidan elib berayotgan to'liq assimilyatsiya siyosati. Deb oxirida yana bundan bu Xinjiang degan hozir bu yani usti ochiq turmi desak to'g'rimi desa, shunda hozir shunda bo'lyapti usti ochiq turma deb o'sha o'zining tadqiqotini o'zining doirasidagi animini nihoyatda chiroyli yaxshi yo'rtibadi. Chunki bu odam yaqinda bir kitob yozgan, ya'ni terrorlik kapitalizmi va bir Xitoy shahridagi Uyg'ur mahrumligi va erligi deb. Shunday. Buningda Xitoyninki qanday qilib bu Xinjiangda o'sha maqolasi bo'yicha ilib ketgan vaqtida, ya'ni Uyg'ur rayoni nima uchun Xitoydagi ichki mustamlika rayoni, internal colonialism, settler colonialism deb tushuntirdi. Buningda 3 xil omilni o'tirib qo'ygancha bu odam. Bunun birisi 3 xil shaklda ilib berilgan, birisi Uyg'urlarningki mol bisotini musodir qilish. Masalan, Xitoylar kirgan vaqtida bizning bovlarimizning boshining qatorida yer zamin, oltin, kumush, hammasi Uyg'urlar. Pomishk deb, o'lni etib joylab, o'lning yer zaminlarini tortib olib, yer jihatdan bularni mahrum qoldirgan. Ikkinchi jihatdan tuzum xarakterli tasarruf qilish. Ya'ni Uyg'urlarning qo'lidagi banka, maktab, pul, davlat sistemasi ham tortib olgan. Tuzum xarakterli tasarruf qilingan gapda. Yaman elib oldi bu tasarruf, tuzum xarakterli tasarruf oldigan gapkin. Har birim yo'q, saqchimi yo'q qoldi. Endi ko'chmanlar ishg'oli. Ko'chman bilan asta-asta dedim shu buning tipik misoli shu nima? Bingtuan shu yer, suv, eng no'shtir shuning qo'lda. Shu Bingtuanga nurg'un Xitoylarni ko'chirib kelib, bular nopozini ko'paytirib, ko'chman bilan ishg'ol qilish. Mushkul jarayon bilan Xitoy Xinjiangni hamda shu Uyg'ur diyorini Xitoy ichidagi ichki mustamlika rayoniga aylantirdi. Shunday. Deb tushundirdi. Buningdan da Uyg'urlarning masalan burun o'zi muqaddas bilgan o'rinlari, zaratkorliklari, masjidlari, hatto to'g'raqlan bir muqaddas bir narsa bizga nisbatan yer, zamin muqaddas. Ashning hammasi o'ziga Uyg'urlar uchun muqaddas bilingan narsalar Xitoyningki pul topadigan kapitalga aylantirildi deydi shu. Aylantirilgandan keyin bu Uyg'urlarda hamda yana mahrum qilish jarayonini tizlatdi deydi. Mahrum qilish jarayonini tizlatdi. Demak Uyg'urlar yer zamindan, tildan, o'z oldiga yashashdan
o'zininki o'zi xohlagan shaklda yashash xohish iqtidoridan mahrum qoldirilgan, mahrumlik. Bu yoshlar qilish orqali bir millatni yalang'ochlanib qo'yib, bu Xitoy shu mustamlika siyosatini izchil amalga oshirib kelyotdi deb bek yaxshi tushundirdi bu menimcha. Shundaq. Ta'rim baylarning burun tadqiqotlarining bir qismi mavjud. Shu. Bu albatta o'tgan qitim 6-oyda isbot berish yig'inida bu qitim qildim. Bu g'arblik mutaxassislarga qarasak, bag'an siri, ya'ni Xitoy hukumatining masalan Uyg'ur diyori qaratgan siyosiy munosabat bo'lsin, yo hozirgi siyosati bo'lsin, hammasi deyotgani bu ilgari bunda demagan masalanda nurg'un. Buni hozir mustamlika deyotdi bu yerni-chi. Mustamlika. Bu yerda Xitoy hukumatining siyosatimi masalan Juliyadan so'ragan savoldimi? Bir Sochi xonim deydi bu Xitoyning bu yerga qaratgan siyosati qanday mustamlikachilik xarakterlik siyosatmi yo boshqami desa mustamlikachilik deydi. Hozir shunga umumiysi kelayotgani endi Uyg'urlar necha yillardan yaqin, nurg'un yillardan yaqin deb kelgan. O'zi biladigan, ammo xalqaro buningga ko'ngil bilmagan, albatta hozirgacha aniq e'tirof qilish bo'lmagan bilan hozir bu yo'nalish shundan qarab ketyapti hozirda. Hozir bir savolni bir savol o'tirib chiqdi ekanda. Masalan, bu mustamlikka siyosat yurgizyapti, bir mustamlik qilingan rayon degan bir atalg'i o'tirib chiqib, e'tirof qilinsa, buningki qonuniy shar'iysi qanday bo'ldi kelgusida? Bu degan bir masala bor bu yerda. Buningda hamda bu nimalarni tushundira olamiz xalqaro? Nimadan darak berdi bu? Shundaq. Bu Birlashgan Davlatlar muhim bir gapda bu. Tashkilotning yana bir aktinomisi bor, decolonization deydi. Yana mustamlikachilikni bekor qilish. Bir xalqaro aktinomisi bor. Masalan, Afrikadagi nurg'un davlatlarning kim mustaqil bo'lishi, Yevropa mustamlikachi davlatlarning keyni-keynidan chiqishi, Aljeriya bo'lamdi, Keniya bo'lamdi, u bo'la. Eng oxirgi hisobda mushu sababdan bo'lgancha, eng oxiri bu xalqaro ishkin dunyo urushidan keyin bu sizlar besog'an yerlar Afrika masalan Fransiyaning nima ishi bo'lsin Afrikada Fransuzning bir qit'a Osiyo davlati bo'lsa Italiyaning, Germaniyaning, Angliyaning nima ishi bor u yerda asta ular endi e'tirof qilib biz bu yerda uzun turib ketdik demasam biz sirtdan kelgan biz mustamlikachi deb asta shu davlatlarning mustaqilligini berib e'tirof qilib masalan ikkinchi Hindiston kompaniyasi degandek Angliyaniki asta bular chiqdi endi shu 50-yildan keyin bu xalqarodagi cho'ng bir siyosiy yiqim bo'lib bu bir mustamlikachilikdan qutulish, o'z oldiga mustaqil davlat qurish, o'z oldiga mustaqil davlat qilish, davlat qurish 60-yillar bak moda bo'lib ketgan bo'lsa, keyin u qilinib, ammo Xitoyniki siz degandek, masalan, ishki mustamlika, internal colony. Buni ilgari Amerikadagi professor Drew Gladney dastlabda o'tirib qo'ygan, bu Xitoy hukumat Xinjiang degan Xitoyning internal colony deb, ishki mustamlikasi deb. U chaqda albatta 20 yilning oldida hech kim qabul qilib e'tirof qilmagan, ammo hozirgi kunda mana abaytan degandek bag'an sira Amerika bo'lsin, Yevropalik tadqiqotchilarning hozir og'ziga loq chiqadigan, ya'ni buni mushundaq hozir bo'layotgan bu munosabat shart-sharoitlari isbotlanyapti-da, pishib yetilyapti degandek. Shundaq. Chunki yer yuzidagi shart-sharoit yetilyapti-da buniki. Shunga hech qanday bir davlat albatta o'zining xalqiga qarshi bunday siyosatni yurgizmaydi masalan. Agar Xitoy hukumati Uyg'urlarni Xitoyning grajdani, Xitoy bilan baravar huquqli bir insonlar deb qarasa, bunday siyosatlarni yurgizmaydi albatta. To'g'ri deysiz. Bugun qisqasi bugungi bu guvohlik berish yig'inimi bek natijali bo'lgan, ilmiy jihatda texnik foydali bo'lgan bir guvohlik bo'lish yig'ini berish yig'ini deb qaradik. Undaqda bugun vaqt munosabati bilan tushuntirishimizni to'xtatsak. Bundaqda hurmatli ko'rmanlar, shuning bilan bugungi tarqatishimiz mush yerda oxirlashdi.